Ayaldek yaşashın gerek. Güldek yasinishing, egiz oyoqlarni kiyishing, cho'michni, rolni, qalamni tang tutishing, tik mingishing, illiq kulishing gerek. Ayol ana bo'lishing gerek. Kechalab uxlamaymi, sahar turishni. Ming bir kechani Shahrizoddek aytishni. Allayni mo'ngi bilan, tomoqni ta'mi bilan aytishni bilishing kerak. Ayol, sen bir psixologsan. Kelinlar bilan, opalar bilan, hatto uning do'stlarining ayollari bilan har xil munosabatni chiroyli bir taraf qilishni, hammani xo'sh qilishni, o'zingni, g'ururingni unutishni sendan o'rganay. Ayol, sen bu umringda usta oshpazning umridan ko'p tomoq yeysan. O'xshasa, maqtilasan, o'xshamay qolsa-chu, toptanimi ishitisan. Ayol, sen bir kadrsan, faqat arxivda jinsi ayrilgan. Ayol, sen bir qahramonsan. Ba'zida balang uchun, ba'zida onang uchun. O'zingni unutadigan, uyqung kelsa, qo'lingni supurga oladigan, necha soat tomoq yeyibmi, eng oxirgi pildiga aron ulgurdigan. Eng keyin yetibmi, eng sahar turdigan nomsiz qahramon. Ayol, seningmi barg'un keldiganda dengiz bo'yiga. Yilda birer ret yalang oyoq mingib baqsang qumluqlarda. Va yoki shu chaq dengiz shavqini anglanib ketarmi qo'liqinga qing'iroqning saytug'irgan ovozidek. Ko'z yetkisiz dengizga qarasang, boshliqingning qaboq turigini, ustilingdagi materiallar ko'rinib ketarmi ko'zlaringga. Balalaringning hidi puruqini shamollar urib salarmi demoqlaringga. Ayol, erdek yashayotgan nozik ayol. Hammaga qurbonlik qahramon ayol. Hayotining lazzati farzand baxtida, ma'nosi erning mehrida. Ota-onasi ko'ngil to'rida. Yana kallasi xizmat g'amida. Bir o'zi yo'q hech bir narsada. Batur ham bechora ayol.